Assalom, bu men Behruz Eko Minecraft. Bugun biz mana shu joylarda yashab qolamiz. Bizlarning raqibimiz. Bizlar qayerga boramiz deysizlarmi? Portal quramiz. Bu yerga borish uchun endermenlarni o'ldiramiz. Olovli tayoqchalarni o'ldiramiz va o'sha yoqqa olib boradigan ko'zlarni yasaymiz va o'sha ender dragonni yoniga boramiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Qani bo'lmasam ketdik. Biz hozir daraxt chopib bo'ling. Mana bu sigir bizga asqotadi. Mana shu o'l tayoq bilan oyoq bilan hamma narsani o'ldiraman. Mana shuni o'ldiramiz va bizga hech bot ekan bu. Mayli, biz hozir qishloq topishimiz kerak. Mana shu 8 yo'llarda qishloq bo'ladi menimcha. Qani ketdik. Unda biz ketganmiz. Chonmi? Ko'zim oldida chon chiqdi. Mayli. Chon emas ekan, rasvo ekan. Hamma biladi qishloqlarning yonida daraxtlar bo'lishi kerak. Bo'lmasa u yerda ular qanday qilib uy qurgan savolga javob bo'ladilar. Shuning uchun biz daraxtlar kam joyga boramiz. Bitta daraxt, bir ikkita daraxtlar bor joylarga boramiz. Va bu yerda hech narsa yo'q ekan. Mayli, mana bu daraxtlarni taxtaga aylantiramiz va verstak yasaymiz va buni qo'yamiz va hop, va endi o'zimizga kirka va tosh bo'ldi. Mana shular bizga kerak bo'ladi. Biz mana buni sindirib ketamiz. Bizning qornimiz ochib qoldi-da. Yo'q, qishloq topdim bolalar. Nima bu omadmi bu? Nima bu? Mayli, ba'zir biz buni uddaladik. Qo'yib, mana endi bu yerda ovqatlar bo'ladi. Mana sabzilarni olish mumkin. Oldik. Hop. Hoy, barakan, men sabzilarni olaman. O'sib qolibdi, nimaga olmaysiz? Hoppa. Tamam. Yeyma. Ana bularni olsak, tushmadimi? Ha, tushdi. Hoppa. Hop. Go'yamachamiz kattalik o'tirchalik bilan bilmaymiz. Lekin biz hozir uni topamiz. No. Hammayni o'g'irlaymiz, narsalarni Bed is too far away. Yotoq bo'ldi. Yotoq kirdimi? Menga bed is degan narsalar deb yozibdi. Sandiq bor ekan, sandiqni o'qat. O'qat. Yomon emas. Hammani uxlatish kerak. Buni yapamiz. Biz mana bu uyni teshkilmadik bolalar, to'g'rimi? Pastga tushib ketdik. Bolalar, hozir biz mana shu yerga chiqamiz va mana shu yerni tekshirib ko'ramiz. Naqadar, bu yerda hech narsa yo'q ekan. Nimaga pullar?
Ama bu oylar ana yerde yürek şoklar qanday qilib chiqadi? O'zim yo'q, burada ikkita ekan. Burada hech narsa yo'q, to'g'ri. Mana bu uyda bir narsa bo'lishi kerak. Ha, bir narsa bo'lishi kerak. Cho'chkalar. Yo'q, creeper bo'ldi. Creeper. Men videolarimda ko'rsatilmoqda. Chunki bu Beko Minecraft portlaydi. Qo'shimda men mana shularni sindirib olay. Ana sen. Sen xullayapsan, yo'q. Golemni topishimiz kerak. Undan yo'q. Bola, men o'lishimga tas qoldim. Nima qilib men tirik qoldim? Yo'q. Ay. Uy, bola. Yiqilib ketmadik. Bola, bu bizlarni golem jahlimni chiqaryapti judayam. O'z yoniga boray. Jahlimni chiqarganing uchun sen bu dunyoda yo'q bo'lasan. Yur. Bolar meni o'ldirishadi. Qochishimiz ochir. Yo'q, o'ldirdim. Qochib turing biroz. Uxlab olay. Yoping. Endi senga nima bor? Yo'q, voy o'rinchi. Qochib tur. Mana shuni o'tirib olay. O'lchi. Qachon o'ladi? Geldik. Mana bola uxlab oldik va biz yotog'ini bosib qo'yamiz. Chunki bo'lar. Endi biz boshqadan
o'ldirib, qo'ylarni o'ldirib, qornimiz och qoldi. Mana bu ovqatni yeyolamiz. Mana bu yerdagi çonimiz ham çon ekan, bog' ekan. Biza daraxt chovlarimiz. Bola pastga tushib ketyapti-da. Meni qo'limga kelmaydi. Qo'ri pastga tushib ketadi-da. Pastga. Men bu yerda bularni chopyapman, bular esa pastga tushib ketyapti. Meni qo'limga emas. Va mana bu sigir meni jahlimga chiqardi. Mana bu daraxtni hech kim ko'rmagandi va buni daraxt chovlar. Husnosing bormi? Valla hozir meni do'stim gapirib ketdi. Mana bu kim deb yozib o'tirmaysizlar. Do'stim shunaqa jinroq. Hamma joyga burnini tiqaveradigan o'shanaqalarda. Va biz hozir mana bu daraxtni chopamiz. Bizda nechta daraxt bo'ldi? 20 ta, 21 ta, 22 ta, 24 ta. Voy, 25 ta bo'ldi. Bo'ldi. Biz yashab ketamiz уже. Mana buni hech kim bu yerda kutmaganda, yo'q. Ko'klaymi? Mana bizani mushugimiz ham topildi. Mash kis. Ikkalamiz o'tiramiz. Mana eshitdinglar, buni ismi neydi? Men bilmayman. Xolamni mushugi va biza hozir to'xtanglar. Bolalar, mana bizani mushuk ismi Neko. Qara bu yoqqa kel, Neko. Tanishi bor. Mana bu yerda mana bu narsalarni. Shuning uchun biz qochma, bu yoqqa kel, Neko. Voy Neko, men seni ko'p ovqatlantirib boqqanda sen lekin meni tark etyapsan, xafaman. O'lib ketdi bechora sigir voy. Qo'y voy. O'ladi. Va bola bizda mana shularda yuribmiz, qishlog'imizda. Mana ekan. Yo'q, bu yerda olmayapti. Qattan. Hojam bo'l do'stim, kalla qo'yding. Har doim kalla qo'yganman. Pachoq ekansan unda. Men yompiq bo'lsam sen pachoqsan. Ha, men nimaman? Sen esami? Ilonsan, ilon. Hamma narsaga burningni tiqadigan mana bu yetti gnomsan. Mana bolalar hozir biz daraxt chopib yuribmiz. Hojam o'tir, video ketyapti bo'tdi. Da daraxt chopib yuribman videoda. Qachog'ona kalla qo'yding. O'zing nima o'ynab o'tiribsan? Men pub. Pubikmi? Boyib ketdi birisi. Buradan boyib ketdi. İsmail zaman birisi boyib ketdi. Nima yeb ketdi? Bir dovul boyib ketdi. Boy? Birisi boyib ketdi. Bizani bestlama bu yerda qochib ketdi. Bolalar biza
bitta yotoq olib olamiz. Valla bizga hozir kel. Korkma, kelaver. Meni bo'ynimga osiltayotgandim pastga tush. Mana kelding, oyog'ing og'riyapti o'zi. Nimaga u yoqlarga boraverasan? Mushuk, voy bu yoqqa. Vallahi bize hozir tosh kavlaymiz. Bo'lmasa bize ba'zi kelsa yasolmaymiz chunki biz jinnimizda yaymiyor. Yaxshi odammiz. Biz mana shuni javllarga o'tamiz. Va bize tosh kavlayapmiz. Va hozir kavlab mana shu yerni. Nima san diyor? Vallahi mana bu yerda jitel yurtdi nimagadir. Do'stim kechiringlar, mana bu o'yinda qotib qoldi telefoni, o'shanga kechirasizlar do'stim endi. Chiqarib yubordi bilmasdan. Va biz mana tugatdik. Mana bu yerda o'zi nega jitel yurtdi? Chiq yo'qol. Senga bu yerda nimaga joy bor? Hech narsaga joy yo'q senga. Vallahi bizga hali ko'mir ham kerak bo'lib qoladi. Uxlatishdi. Bu bo'ldi. Hoppa. Vallahi hozir bizga kirka kerak. Har doimgidek. Kirka bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Kirka bo'lmasa ko'mir bo'lmaydi. Kirka bo'lmasa temir bo'lmaydi. Kirka bo'lmasa bok bo'lmaydi. Da blok adashvoy. Va biz hozir mana shuni bo'ldikmi? Bo'lmas, kechqurun ham tushib qolgandir. Mana tepalarni chovlab kal qo'ydim-ku. Bor yo'qol. Qishloqqa yo'qol. Hop. Ana. Nega Azatbek? Bo'la biz mana shu yerda tunab qolamiz. Cho'k yotoqda. Bo'ldi, bardim. Bardim. Va mana shu yerda. Nima bo'lyapti? Azatbek chaqirdi o'xshaydi. Murat tushdi yonima. Bo'lmasa bolalar. Nega Umar? Bilinglar, mana yut qo'ymabsiz. Voy hali. Mana shu yerni kavlayveramiz. Va bizga o'z mana shu yerni nimalar deb tashlayapman. Yo'q, endi qanday qilib chiqaman? Menda loy bloklar bor dedi. Endi yo'q. Yordam demayman. Mana buni bo'zib turib, mana bu yerga qo'yib yuboraman. Yo'q. Pasimda blok bor. Shunda skaropa.
Bolalar bize u yerda hech narsa topolmaydi. Shuning uchun bize mana shu yerda videoni to'xtatmaymiz. Chunki biz hali yashab qolamiz. Voy, jon topdim. Ha, jon topibman. Kolum yok. Ha, bakayım ben bakayım. Hop, hop, İçimde tozan tavuk var. hop. Bende var. Mana shu ko'mirni ham olib ketaylik. Sonra otlamam da sıkarım. Kan bu Murat kansan. Tamam. Üzülmem gerek yok. Meyrensek. Bana mı? Haberin alayım. Okul. Ha, okul yok. Hey, kimde tozdan tavuk bazen haberin. Ben de bağıralım koyduk da. 50 sekund kaldı. Oldu, yeter. Şuradan karasana çıktı. Çıktı. Let's go. Bunda 60 okuyor. Üzmem gerek göz altına olsa. Ön göz altın bu. Tamam, nereye gitti? Sen ben nasıl Oy canım. Oy. Niye yapacağım size? Evet. Bolalar bize hazırlayacak. Videonu başladık ve bize mana şu yerda temiz topdik bittigini ve bu yerlerden bu yerler düşmeydi. Mana o'rgimchakni ham topdik. Bu yerdan bo'lib ketdi. Hech narsa tushmaydi-ku pachog'ini. Sen bilan mashina chaqirdi bu dalboylar. Mayli deymi? Hammasi do'stlar, kechirasizlar, mana bu do'stim qichqiraveradi har doim bitta o'yin uchun. Tuppa matematik degandek. Mana shu yerdan chiqib olaymi? Aşağıda adam var. İltimos beni qiynayvermanglar. Hoppa. Va yo'q, yo'ldan pastga tushib ketaman. Volat nimaga pastga tushib ketaveraman. Mana chiqib oldik. Hozir bilan o'ldirib tashlayman. Mana shular. Ket. Aşağıda ok atıp sağlık versene. Yo'q, hali bu yoqqa chiqish. Ok atıp sağlık verme. Versag'im qani meni. Do'stlar, versag'im bir joyda qo'yib ketdim, mayli endi. Bo'l.
Mana versta ham yasaldi. Bu yoqqa qo'yamiz va o'zimizga pechka yasaymiz. Pechni bu yoqqa qo'yamiz va qanovi mana ekan. Ye. Asadbek hedab ketmaz atamni. Mana hozir biz mana bu temirni pishirib olamiz. Tovuy bagan. Sosga. Mazam yanagan. Mazbaramda tam telefon almayman. Va mana shu yerda hozir to'xtanglar. Og'a mashinamni Vaqtbek basam tam telefon yeding. Va mana shu yerda video tamom bo'ldi.